tungi linzalar xavfli degan keyingi paytda shunaqangi bir noto'g'ri fikr, mif yura boshladi. Aslida men sizga tungi linzalar to'g'risida chuqur ma'lumot bermoqchiman. Nima o'zi tungi linzalar? Tungi linzalarni oddiy linzalardan juda katta farqi bor. Ya'ni bu ana o'sha havo o'tkazadigan, kislorod o'tkazadigan biologik aqlli linza. Ya'ni buni smart linza deyiladi shuning uchun ham. Hozirgi kunda bu uzoqni ko'ra olmaslik, ya'ni miopiyaning yagona davosi degan, mana bizda doказательный meditsina deyiladi, xalqaro dunyo miqyosida mana shu bu yagona davosi uzoqni ko'ra olmaslikni deb butun dunyoda tan olindi bu narsa. Chunki miopiyani bundan boshqa davosi yo'q. Ko'z oynak davolamaydi. Ko'z oynak ko'rishga yordam beradi. Uzoqni ko'rishni ta'minlab beradi. Lekin tungi linzalar nima qiladi? Tungi linzalar uxlashdan oldin onalar tomonidan qo'yiladi. Agar u yoshi kattaroq bo'lsa, o'zi qo'yishga o'rganadi. Ya'ni uyquda oldin qo'ydi, uxlashga yotdi. Tun bo'yi bola uxlagan paytda linzalar ishlaydi. Va u mana shu shoh pardani o'ta qirralik joylarini, notekis joylarini tun bo'yi tekislaydi. Va ertalab turgandan keyin turishi bilan linzani olib o'zini korobkasiga solib qo'yiladi. Va kuni bo'yi bola bemalol ko'zoynaksiz, linzalarsiz, hech narsasiz yorug' dunyoni o'zini ko'zlari bilan aniq 100% ko'rib yuradi. Bu haqiqatdan bir mo'jizaviy linza desa ham bo'ladi bu ixtironi. Mana bizda biz 8 yildan beri qo'yamiz mana shu linzalarni. Butun dunyoda buni chiqqaniga 20 yil bo'ldi. O'zbekistonga kelganiga 8 yil bo'ldi. Mana shu yillar davomida biz 2000 tadan oshiq bolaga qo'ydik bu linzani. Juda ham ko'p bolalarimizda natija juda ham yaxshi. 85-90% holatda ana shu asoratga olib borishi mumkin bo'lgan o'sishi, miopiya nima bilan xavfli? U o'sish natijasida pardalari cho'zilganda ko'zi tubidagi 4 qavati cho'zilmaydi va ana o'sha yerda distrofik o'choqlar, yirtilishlar paydo bo'lishi mumkin. Shuni natijasida u bolada asorat paydo bo'ladi va bu invalidlikka olib boradigan, ko'rlikka olib boradigan sabab bo'ladi. Linza nima qiladi? Mana shu o'sishi mumkin bo'lgan asoratlarni to'xtatadi. Yana mana shu 7-8 yillar davomida bizani kuzatuvchi shu narsani o'z tajribamizda tasdiqladikki, biz ekspert sifatida O'zbekistonda aytishimiz mumkin, chunki biz birinchi boshlaganmiz O'zbekistonda. Hozirgi kunda biz juda katta bizda tajribamiz bor. Haqiqatdan bolani hayot tarzi o'zgaradi. Hayotini sifati o'zgaradi. Shunaqa yaxshi sportsmen bolalarimiz bor. Umuman sport bilan shug'ullanmaydigan bo'lgan bola hozir sport bilan shug'ullanadi. Katta natijalarga erishgan va uni o'qishi juda ham yuqori darajaga ko'tarilgan, ilm va o'zini xohlagan qaysi bir yo'nalishlarida shug'ullana olishi mumkin. Aytmoqchimanki, hech qanaqa cheklovlarsiz, chegaralarsiz bola rivojlanyapti. Bu juda ham muhim bolani o'sishida. Chunki u yaxshi ko'rmagandan keyin, uzoqni yaxshi ko'rmagandan keyin uni ruhiy holatiga albatta bu ta'sir qiladi. Uni rivojlanishiga bu narsa albatta ta'sir qiladi. Va linza, tungi linzalar mana shunday holatlardan bolani asraydi. Uni kelajagini ta'minlaydi. Va natijada u o'zini xohlagan kasbi bilan shug'ullanishi mumkin. Xohlagan yo'nalishda rivojlanishi mumkin. Qarangki, shunaqangi chiroyli olimpiadalarda yoki bir sport turnirlarida shunaqa katta natijalar erishgan bolalarimiz bor. Bizani hatto videolarimiz bor bu to'g'rida. Endi O'zbekistonda mana shu linzani kelishiga qanaqadir bir qiyinchiliklar tug'dirilmasligi uchun, chunki bu linza har bir bola uchun individual yasaladi. Bu aptekadan olib qo'yilmaydi bu. Bolani aniq tekshiruvdan o'tkazib, aniq tashxis qo'yilgandan keyin bir necha tekshiruvlardan keyingina bu bolaga linza tanlanadi va uni ko'zidagi bo'lgan hamma tekshiruvlar natijasi asosida yasaladi bu linza. Biz buni oldin Rossiyaga, chet elga bu danilarni yuborib olardik u yoqdan. Hozir esa men mag'rurlanib aytishim mumkin, O'rta Osiyoda birinchi bo'lib biz Yevropa dizayni bilan mana shu DMC klinikasi
qoshida mana shunday ishlab chiqarishni yaratdik. Yangi endi O'zbekistonni Lens Pro degan Yevropani mana bunday dizaynlik linzasi bor. Bu linzamizni narxi ham pastroq chet eldan keladiganda, sifati esa o'ta yuqori. Shuning uchun bugungi kunda mana shunday juda katta butun dunyoning muammosi bo'lib turgan miopiyani, invalidligini, asoratligini oldini olish uchun endi O'zbekistonda shunday vositamiz bor va biz sizlarni DMC klinikasida kutib qolamiz. Kelajakda bolalaringizni kelajagini, ularni yutuqlarini, umuman juda ko'p yaxshi narsalarni bolalaringizga ravo ko'rsangiz, albatta mana shu linzalardan foydalanish kerak. Bu sizni bolangizga qilayotgan investitsiyangiz. Uni sog'ligiga investitsiya, uni kelajagiga investitsiya bu. Biz sizlarni DMC klinikasida kutib qolamiz.